Ko'pchilik odamlar o'zlarini baxtsiz, g'amgin va og'ir hayot bilan bog'lab qo'ygan. Tinglaydigan musiqalari ham, suhbatlari ham, fikrlash tarzi ham shunga mos. Vaqt o'tib ular ana shu holatning o'ziga aylanib qolishadi. Ammo shu bilan birga buning teskarisini ham xohlashadi. Siz olamga qanchalik istak yubormang, agar ichki holatingiz boshqacha bo'lsa, bu amalga oshmaydi. Chunki siz kim bo'lsangiz, hayotingizda ham o'shani boshdan kechirasiz. Agar o'zingizni kambag'al inson deb his qilsangiz, kambag'allikni yashaysiz. Lekin doimo boy bo'lishni xohlaysiz. Eng qizig'i shundaki, ba'zan boy odamlarga nisbatan hasad, hatto nafrat ham paydo bo'ladi. Shunga qaramay yana boy bo'lishni istaysiz. Bu bir-biriga zid holatdir. Kambag'allikdan chiqishning yo'li faqat ko'p ishlash, zo'r g'oyalarga ega bo'lish yoki meros olish emas. Muhimi, o'zingizni kambag'alman degan tasavvur bilan birlashtirishni to'xtatishdir. Agar inson o'zini ana shu ichki o'ziga qo'yilgan tamg'adan ozod qilsa, boy bo'lishni ham faqat majburiy maqsadga aylantirmasa, u asta-sekin farovonlik sari harakat qila boshlaydi. Ammo inson o'zini kambag'allik bilan bog'lab qo'ysa, natija ham shunga yarasha bo'ladi. Qanday urug' eksangiz, shunday meva olasiz. Agar ichingizda doimo kambag'allik hissi yashasa, tashqi natijani o'zgartirish juda qiyin bo'ladi. Eng muhim nuqta ichki ozodlikdir. Ya'ni inson doimo o'zini o'zgartirishga urinmasdan, avvalo o'ziga yarashmaydigan qo'rquv, cheklov va noto'g'ri ishonchlardan xalos bo'lishni o'rganishi kerak.